Sizlar bilan tug'ilgan kunimdagi podarkalarni unpacking qilamiz, lekin mikrofonim qayerda bilmayman. Podarkani kreativ mayli, mikrofonsiz ham o'ramiz. Ko'zimga birinchi bo'lib mana shu yaxshi ko'rindi. Hozir ochib ko'ramiz. Au, takoy sumочка. Buni chornoya pantera bo'lib kiyingan vaqtim qo'shib taqaman. Mani o'zi bilasizlar, kumush taqmasdim, lekin bularni ko'rganimdan keyin kumush komplektlarni обязательно ko'paytiraman. Ikkinchi man tillalarim ichiga yana bitta tilla qo'shildi. Endi buni komplektini yig'amiz. Menga bu tillani ham oyim sovg'a qildilar. Bu takoy dvoychka ekan, buni hali keyingi postlarimda alohida gravama qilamiz. Lekin ungacha sabrim yetmasdan tepasini o'zim kiyib ko'rdim, yarashda. Vau, men bu ko'ylakni internetda rosa qidiruvdim, lekin topa olmadim. Bu bilan alohida televizor olaman sizlarga. O'zimga o'xshagan kulib turadigan endi serdechkam bor, buni har kuni quchoqlab uxlayman. Buni nimaligini bilmadim, bilsanglar kommentariyada yozib qoldiringlar. Ha, aytgancha, men уже mashinam uchun ham podarkalar olishni boshladim. Rayhon bu podarkani shunaqa qattiq tayyorlabdi, o'zi ham borib ochishga yarim soatdan beri qiynaldim. Shunaqa takoy krasniy ko'ylak ekan. O'zi qizil kiyim kamdan kam kiyardim, endi ko'proq kiyamiz shekilli. Lekin Rayhon podarkani ham dress kodimizga moslabdi. Bu podarkani ham dress kodimizga mos deb hisoblaymiz. Bu yil qizil bilan qora narsa ko'proq kiysam kerak, chunki bilan ishlatmasa bo'lmaydi. Shirinligini qaranglar. Qizlar sevinch ko'proq ko'ylak kiysin deb plan qilishgan shekilli. Bu ham shunaqa takoy nejniy ko'ylak ekan. Buni ham alohida keltirib olaman. Buni nejniyligini qaranglar. Louis Vuitton brendini men o'zim yaxshi ko'raman. Xudo xolasa bu bilan podgreyslar qilib sizlarga videolar qo'yaman. Bu narsa ham menga juda ham kerakli, ayniqsa syomka qilayotgan vaqtlarimda internetda rosa ko'p ko'rgan edim. Hamda shiringina mini podarkani qaranglar. Buni kichkinaligiga ishonmanglar. Bu shunaqa mini kolonkacha. Ovozi prям почти zo'r chiqadi. Men muzika eshitishni yaxshi ko'raman. Podarka prям qizlarga kerakli narsalar yig'ilgan. Qaranglar, menga bularning hammasi kerak. Ayniqsa men buni plyajga borganimda обязательно ishlataman. Podarkani kreativnisi bu meni ishimga обязательно kerak. Sizlar ham tug'ilgan kuninglarda shunaqa podarka olganmisizlar?